Barchaga assalomu alaykum. Plyuslar 100 tadan oshiq bo'lib ketdi. Fizически ulgurmayapman. Reels topga chiqib ketgani uchun zaявkani qanday onlayn tashlashni bu yerga aytib o'tmoqchiman. Pastrog'iga ofitsialniy Panera-Breadni ofitsialniy saytini ссылкасini tashlayman. Chunki soxta saytlar ko'p bo'ladi va нежелательно на них нажимать. Что еще хочу сказать? Mana shu kartinka Panera-Breadni ofitsialniy saytida bo'ladi va zaявка tashlashdan oldin time memberlikka topshirasizlar. Nimaga? Chunki casherda ishlamaysiz. U yerda odamlar bilan muloqot qilish kerak bo'ladi va muomalani yaxshi qilish maqsadida ko'proq sotish uchun casherga ko'p narsa bog'liq bo'ladi. Shu uchun time memberga topshirsanglar, ili salatchi, ili sandwich qiladigan odam, ili barista bo'lasizlar, ili o'sha dining roomni yig'ishtiradigan inson bo'lasizlar. Bu birinchidan. Ikkinchidan, pastida location degan joy bor. U yerda misol Florida Orlando deb yozganman men va u yerga kirishdan oldin Google kartaga kirib, o'zingizlarga qulay, ya'ni yaqin manzilni ko'rib olganinglardan keyin manzil chiqadi. Palon ko'chada, palon storda mana shunaqa vakansiya bor deb. Va uni to'ldirish unaqa qiyin emas. Agar to'ldirishga qiynalayotgan bo'lsanglar, ya'ni tilni bilmayotgan bo'lsanglar, o'shandagina directga murojaat qiling va men yordam beraman. Chunki kechagina menejerimga aytdim, mana shunaqa vatandoshlarimga yordam beryapman desam, ehtiyot bo'l, har bir shtatni dedi o'zini zakonlari bor. Iloji boricha o'zlari to'ldirishsin, IP adresi o'zlaridan bo'lsin degan joy bor ekan. Keyinchalik menga minus bo'lishi mumkin ekan. Savollar bo'lsa, lichkaga murojaat qilinglar.